O'lim agar inson yaxshi bo'lsa, haqqa yetishtiruvchi bir go'zal narsa bo'ladi. Vosita. Mashrab bobomizni o'limga hukm qilishganlarida jallodga aytgan gapi bor. Mazmun: "Kelay jallod, bu oshiqni tezroq ma'shuqqa yetkazgin. Shu xizmatingga seni haqqingga bir duo qilib qo'yin, Xudo seni jannatiylardan qilsin" deydi. Tushunasizmi? Lekin ulug'lardan so'rashganda nimaga biz o'lim haqida gapirishdan qo'rqamiz yo'q? Eshitsa sovuq narsa, bir ilonni ko'rgandek bo'ladi ko'pchilik. Qochaveramiz desa, aytgan ekanki, chunki sizlar dunyoni imoratini chiroyli qurib, oxirat imoratini vayron qilgan odamsizlar. Aql shuni taqozo qiladiki, odam hech yaxshi yashab turgan